Bu darajada kalaka qilib yormanglar endi bo'ldi endi. Bu pulini ko'pligidan bosar tusarini bilmagan tadbirkorlarni o'sha guvohnomalarini, tadbirkorlik guvohnomalarida litsenziyalarini bekor qilish kerak. Oxir-oqibat Turkiyaga qochib ketyapti. Kim bularni nazorat qiladi? Kim bunaqa tadbirkorlarni nazorat qiladi? Mazlumlarni bitta temir tilleshkaga olmasdan inson qadrini toptayapti. O'zbekistonda inson qadri shu bo'ldimi? Koordinatsionni kerak bo'lsa, tekshiruv tashlashlaringni so'rab qolamiz. Ishchi guruh qilib, Inbazarning faoliyatini boshidan oxirigacha, kiruvlargacha kerak bo'lsa tekshirishlarini so'rab qolamiz. Guvohnomasini ham bekor qilishlaringni so'rab qolamiz. Nimaga xufiyona tadbirkorlar deb tushunyapman men bularni? Aynan pullarini qatga tiqishni bilmasdan mana Sparklar podarka qilib yuborishyapti. Nega mana shu Inbazardaqa xufiyona tadbirkorlar deb tushunyapman men bularni? Nimaga soliq idoralarimiz, departament xodimlarimiz bu darajada loqayd bo'lyapti? Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan Inbazar hamda Omadbekni o'rtasidagi bo'lgan holat masalasida. Sergeli do'konchidan Mehrosh degan xodim mana teleshkada musulmon to'kib chiqdi. Albatta. Tepadan teleshkani tashib oldi. Videoga oling, hammasini qilib menga tashlang. Foto primoy Inbazardan tepib qo'ying. Nimaga? Inbazarning rahbari bitta mazlumni haqorat qilib, bitta mazlumni kamsitib turib, kamsitilib bo'lgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgandan keyin bittagina Spark bilan o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Avtomobilni kalitini topshirishimizni kechirim so'radi. Vaholanki Allohga bu narsa xush kelmaganligi sababli ham bu narsasi o'xshamay qoldi. Boshqa kirdikorlari ijtimoiy tarmoqlarda yana ham ochilib ketdi. Ushab turing, bizga qarab. Albatta qonuniy javobgarlikka bu qilingan ablah ish uchun javobgarlikka tortilishiga uverenmiz. Jinoyat ishi qo'zg'atildi deyilyapti. Lekin aslida o'sha Inbazarni o'sha tadbirkorlik guvohnomasini bekor qilish kerak deb bilaman. Sababi bu tadbirkorlar men bolaga o'xshab ishdan chopilgandan keyin ustida kiyimini ko'rsanglar isqir bo'lib kiyimini kiyib yuribdi. Biz uni ishdan bo'shatdik. Hozir oldim kelib aka bir safar ishlay deyapti. Ushab turing, bizga qaratib. Yopiladigan vaqt keldi. Sen meni qiyin qo'yish bo'lsa, pulni kuchidan, pulni ko'pligidan kekirib yorishibdi deb tushundim men. Videoga oling, hammasini qilib menga tashlang. Foto Inbazarning rahbarlari tomonidan pullari ko'payib ketganligi sababli bu darajada bitta insonni teleshkachalik, o'sha temir tersakchalik qadrlamayapti. Tepadan teleshkani tashib oldi. Kim bo'lib qoldi bular? Bular kim o'zi? Nega bir soliq idoralarimiz, departament xodimlarimiz bu darajada loqayd bo'lyapti? Nega mana shu Inbazardaqa xufiyona tadbirkorlar deb tushunyapman men bularni? Nimaga xufiyona tadbirkorlar deb tushunyapman men bularni? Aynan pullarini qatga tiqishni bilmasdan mana Sparklar podarka qilib yuborishyapti. Bemalol aybini yuvish uchun. Lekin kechirilmas ayb qilishgan bular aslida. Lekin aybini yuvish uchun bitta teleshkani o'rniga mana Sparklar podarka qilyapti. Qayerdan kelyapti o'sha Sparklar? Aynan men shubha bildirdim bularga nisbatan, o'sha Inbazarga nisbatan. Xufiyona tadbirkor deb tushunyapman men bularni. Aynan soliqdan qochishyapti deb tushunyapman men bularni. O'sha Inbazarni departament xodimlarimiz, soliqchi xodimlarimiz bor. Inbazarni tekshirishlaringni, koordinatsionni kerak bo'lsa, tekshiruv tashlashlaringni
so'rab qolamiz. Ishchi guruh qilib, Inbazarni faoliyatini boshidan oxirigacha, kiruvlargacha kerak bo'lsa tekshirishlarini so'rab qolamiz. Guvohnomasini ham bekor qilishlarini so'rab qolamiz. Bularni qo'llab-quvvatlagan aslida xalq bo'ladi. O'sha xalqning duosi bilan, o'sha xalqni roziligi bilan Inbazar bo'lgan edi. Aynan aktivist uz Inbazarni reklama qilgandan keyin Inbazar bo'lgan edi. Endi o'sha Inbazar mazlumlarni bitta temir tilleshkaga olmasdan inson qadrini toptayapti. O'zbekistonda inson qadri shu bo'ldimi? Qanaqadir bitta tadbirkor insonni bitta temirga olmayapti. Mayli ekan bitta mashinasini pachaqlagan bo'lsa, yo bir narsani pachaqlagan bo'lsa, lekin u ham aslida arzimaydi. Lekin shunaqa bo'lmagan taqdirda ham qanaqadir teleshkani orqasidan bu darajada odamlarni bir tiyin qilib samasudlargacha olib boryapti. Bu nimadan darak? Hozirgi paytda O'zbekiston qonun ustuvor, jazo muqarrarligini bilib turib shu ishga qo'lini uryapti. Oxir oqibat Turkiyaga qochib ketyapti. Kim bularni nazorat qiladi? Kim bunaqa tadbirkorlarni nazorat qiladi? Men shubha bildiryapman, xufiyona tadbirkor deb tushunyapman Inbazarni. Tekshirishlaringni so'raymiz. Departament, kiruv, soliq tekshiringlar mana. Mana shunaqa tadbirkorlar tekshirish kerak. Iloji bo'lsa bu kekirgan, bu pulini ko'pligidan bosar tusarini bilmagan tadbirkorlarni o'sha guvohnomalarini, tadbirkorlik guvohnomalarini, litsenziyalarini bekor qilish kerak. Umuman bekor qilib tashlash kerak. Mana bugun bitta taksida ketyapman, mana shu Inbazar masalasida gap ketyapti. Kiryapman deyapti, 300 ming deyapti. Oddiy narsa deyapti, tufta narsa 300 ming turibdi deyapti. Jicha talashuvdim 80 mingga beryapti deyapti. Bu darajada kalaka qilib yormanglar, endi bo'ldi endi. Tugadi u davrlar. Qachongacha bunaqa xufiyona tadbirkorlarni biz qo'llab-quvvatlaymiz? Qachongacha bunaqa puli ko'payib ketib turib, inson qadridan bir tiyin kelmaydigan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz? Aynan davlat idoralari, kiruv, departament hamda soliq tekshiringlar. Mana sizlarga mana shunaqa tadbirkorlarni tekshirishga yo'llar ochilyapti. Tekshiringlar mana. Iloji bo'lsa guvohnomalarni ham bekor qilinglar bunaqalarni.